Hop, esingizda bo'lsa, mana truba haqida gapirgan edik. Yangi obyektimizga yangi truba o'tyapti deb tushuntirgan edik butun mahallaga. O'sha vodoprovod uchun yamala kovlangan, tashlangan. Mana bu yo'l bo'ladigan bo'lsa, bu yoq tomonda ham o'sha yama kovlab tashlab qo'yilgan. Subhanalloh. Maksimum darajada ishimiz sifatli chiqishligiga harakat qilamiz. Olgan odamlar xursand bo'lib yashasin deb. Xudo xolisi ikkinchi qavatimiz tayyor. Plitalarning chetlari quyilgan o'sha. Bugun xudo xolisa g'ish keladi. G'ish terish jarayonlari boshlanadi, uni ham ko'rsatamiz. Mana bu yoq nima uchun quyilmagan deysizmi? U narigi tomon bilan zina chiqib kelaverishida monolit bilan zina qotirilishligi uchun, fiksatsiya bo'lishligi uchun. No, в целом ishimiz ancha sifat bo'lib kelyapti. Sifati ko'rinib turibdi. Ikkinchi qavatdagi plashatkamiz polnisi tayyor. Bir akamiz kommentariyada yozibdilar, молодец, xursand bo'ldim. Bu esingizda bo'lsa, ikkita kottejni alohida devor edi. Ikkinchi qavatni o'zim qurib olamanmi deb yozibdilar. Men aytdim, aka, 100% qurib, chorniy holatiga keltirib, tomlarini yopib, ichki tashqi suvoqlarni qilib, undan keyin tashqari oynalar, asosiy oyna va darvozalarni qo'yib, undan keyin sotamiz. Tushuntirdim. Bu hovlichamiz o'sha mana tashqari prayomlari tayyor, eshiklarning prayomlari, tumbalar, oynalar. Subhanalloh, usta akalarimiz buni o'sha pashti tugatib qo'yishdi. Bu yoq esingizda bo'lsa, hol bilan zina bo'ladigan joy. Mana bu yoqimiz oshxona. Xonamiz pashti tayyor, sesmaga o'sha. Bu yoqimiz 170 ga 2 metrlik hojatxona vanna. Mana bu yoq tomonimiz qarindosh urug'i. Ketdik. Narigi xonamiz zal, ertaga Qudanda kutib olishingizga, переговорlar qilishingizga, mana shu rosa katta zo'r xona. Bu yoq 590 ga 390. Sesmaga ustakalarimiz tayyorlab qo'yishdi, молодцы, zo'r. Endi zo'r qilib sesmani qo'yib yuborishadi. Keyin ustidan plita tushadi, xudo xolasa. Bu yoq tomonda mana shu devordan kelgan mana shu tumbalarning prayomlarini qo'ysa ustakalarimiz bo'ldi ekan. Tepadan ham bitta videoga olamiz. Bu esingizda bo'lsa, ikkita hovlimiz alohida devori. Mana bu o'sha quyilib bo'lingan, toy sig'ishlar terib bo'lingan, sesmaga tayyor. Bu yoq tomonimiz tayyorlanmoqda. Mana bu setkalari, oynalarning prayomlarining tepasidan ustakalarimiz yana nariga apolovkalarni qoqishyapti. Maksimum darajada sifatli uy xohlagan